Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede size kalıyoruz. Washington'da sözlerimiz. Bugün Çiğsağa 2020 yıl 7. ayının 13. günü vatandaş. Bugünkü vaziyette gep alsak. Bugünkü vaziyetten gep alsak tünlüğün yani 9. günü. Amerika Koşmuş Ştatları Hükümeti Maliye Ministerliği şundakla Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi bırakla Çin Çuango Katarlık gobernatörler yani Şinjan'da müstemlik Uyguristan'a hükümranlık kılıvatkan gobernatörlerden 4 nefer kişini imborga kılıdıqallığını ilan kıldı. Mesela tünügüllerden endi bunun Cungo Taşkı İşler Ministerliğinin Ministeri Hua Çingit cevap koyturup bu cevaben Amerika Devlet Meclisi, Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi de Cungo'ya münasebet hatta bütün dünya boyunca kişilik hukuk meselesi köngül bilip geliyotgan 4 nefer Devlet Meclisi azaları yani senatörler Marco Rubio, Chris Smith qatarlıq 4 nefer senatörlağa imborgu yürgizgallığını. Bu Xitay için imborgu boldu bu. Şunca karlıdı bayanatçı Hua Çingit. Bugün ben şuna münasebetlik meseleler bu için vatandaşlara leksiya sözleyimiz vatandaşlar. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyanın birincisi mavzumunda Cungo Kompartiyası yaraşmakçı oldu. Amerika bir kaçat saldı. Mavzuluk makal 7. ayının 12. günü Cungo'ya nazar torbiyeti ilan kılındı haber. Bundak başlan. Cungo Taşkı İşler Ministerliğinin Ministeri Wang Yi aldığı günü Amerika Cungo Bilim Hazinesi Matbuatı tor filmi ekranı arkalık sözlep bundak ta'kidildi. Cungo'nun Amerika'ya xaris ilan kılıdığan niyetimiz yok. Ve Amerika'nın ornuğa ötediğan niyetimiz mi yok? Hem de Minister Wang Yi yani bundak dedi. Amerika Cungo sohbetini hayta başlaş, hem karışış, diyaloglaşış, başkuruş ve tizginleş boyunca tizimlik turguzuşunu müracaat kıldı. Yakında leksiyer vatandaşlarımız yok. Prezident Trump dedi ikinci katımlık sohbet yok. İkinci katımlık sohbeti yok dedi. Yani şunun için hazır Taşkı İşler Ministeri Cungo'nun yarışışka, Amerika ile yarışıp kalışka müracaat kıldı. Gerçi Minister Wang Yi uğraşkak bir elpazını yığıştırgan bolsun. Yarışa signal tarqatgan bolsun. Biroq Amerika Cungo Kompartiya Cungo Kompartiyasi kishilik huquqni ijro qilish bo'yicha bergan va'dasini ishga oshirdi deb to'g'ri 26 yil kutdi. Qarag'adak bo'lsa Cungo Kompartiyasi Cungo Angliya Birlashma bayonotini texla endila ko'z oldida helila yirtib tashladi. Minister Wang Yi sözlep bir neçe saat ötkendiğin keyin Amerika Koşmuş Ştatları Şinjan'da kişilik hukukla depsendi kılgan yani müstemlik Uyguristan'da kişilik hukukla depsendi kılgan dört nefer Cungo emeldarını imborga kılıdıqallığını ilan kıldı. Tünce katım Cungo Kompartiyası'nın Merkezi Komitesi Siyasi Bürosu dercilik. Kişilerin isimliğinin imborga kılış tizimliği kırgızılganligi ve Cungo Kompartiya emeldarlarının yüzüge jarağınlık bir kaçat urgallıktır. Cazalaştın
cazalashning davlatning ikkinchi darajalik amaldorlariga yetib kelishi, kishilik huquq deb sanda qilgan Jungo amaldorlarini cho'chitib o'tdi. Amerika Jungo munosabati xuddi minister Wang aytgandek 1979-yili diplomatik munosabat o'rnatgandan beriki eng og'ir xarazga duch keldi. Minister Wang'ning so'zlagan so'zlarida birinchi hammani Amerikaga ishtirab qo'yib, Amerikani ayblab, butun yer sharida Jungoni kaskinlik bilan qo'rshovga oldi dedi. Jungoni asossiz aybladi Amerika dedi. Hech nimadan tap tortmay Jungoning ichki ishlariga aralashdi Amerika dedi. Ikkinchidan Minister Wang Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yarashmoqchi bo'ldi. Xi Jinpingning ko'rsatmalarini qayta ta'kidlab, bizning minglagan sabablarimiz borki, Jungo Amerika munosabatini yaxshilashga, Jungo Amerika munosabatini buzib o'tishga birmi sabab yo'q. Bu tarzda yiligarning mintaqasi bo'ldi danglarma gapa. Yiligar bundaq mintaqa bundaq fikr faqat yiligar odamning og'zidan chiqadi danglar. Shunga Minister Wang har qaysi qatlam bo'yicha suhbat o'tkazishga har vaqt tayyor ekanligi to'g'risida ba'zi har qaysi holatda dialoglashish punktisi, hamkorlashish sohalari, suhbatlashish mavzulari, tizimligi, boshqarish va tizginlash sohalari, tizimligi, yuqumliq virusdan saqlanish va qarshi hamkorligi. Lekin Minister Wang'ning qayta dialoglashish talablari Amerikani ta'sirlantira olmadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi oxirida Magnitsky kishilik huquqni surish qilish qonuni bo'yicha 4 nafar Xinjiangda amaldorlarni embargo qildi. Xinjiangda, ya'ni Xitoyning mustamlikasi Uyg'uristonda gubernator Chen Chuango qatorliqlarni embargo qildi. Jumladan Jungo Kompartiyasi Markaziy siyosiy byurosining a'zosi, qo'shimcha Xinjiang Uyg'ur Abnum rayoni partkomining sekretari Chen Chuangoga embargo yurgizdi. Embargo qilish shuni ko'rsatdiki, Amerika kishilik huquqni dafsanda qilgan Jungo soqchilarini embargo qilib qolmay, kishilik huquqni dafsanda qilish siyosatlarini belgilagan amaldorlarni embargo qildi. Jungoning davlatning muavin darajalik amaldorlarini shu darajada jazolash, Shanghayda, yana Hong Kongda, Tibetda kishilik huquqni dafsanda qilgan amaldorlarni qattiq cho'chitib o'tdi va ularga qattiq ogohlantirish berildi. Texmi diqqat qiladigan bir taraf shu bo'ldiki, Minister Wang chalvaqab so'zlagan 3000 xatlik nutqdan Amerika Qo'shma Shtatlari bir jumlani eg'izga elib qo'ymadi. Minister Wang bekor so'zlagan bo'ldi. Babak aholat topdiga bu. Wang mandaq dedi deb ya davlat mahkamasi ya Amerikada boshqa matbuotlar olgan, lekin davlat mahkamasi ya hukumat taraf, Amerika hukumat taraf Wang mandaq dedi degan so'zni eg'izga elib qo'ymadi dedi. Ala sharingni. Yomon eg'ir ketdi-da bu. Minister Wang bekor so'zlagan bo'ldi. Bu pozitsiya shuni aniq ko'rsatdiki, Amerika taraf Jungoning suhbatlashish samimiyatiga har qancha va'dalarga qilchimo ishonmadi va ishonmaydi. Shunga bu to'g'rida baho berishni xohlamadi. Jungo Kompartiyasi agar dunyoning ishonchini qo'lga keltirmoqchi bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qayta suhbat qurmoqchi bo'lsa, qalbini modellatib qo'yishga tayansa, Amerika davlat rahbarlariga hujum qilishni to'xtatmasa,
Jungo'nun Şinjan, Tibet kişilik hukuklu depsendi kılışını toxtatmasa, Jungo'ça endize şekillerini dünyaya eksport kılıp, dünyayı özgertiş hiyallarını toxtatmasa, demokratik dünyanın Jungo'nun qorishawga elishidin qandaq vazgeçtireleydi o? Aşılarını kılmasa demokratik dünyanı Jungo hükümeti Jungo'nu qorishawga elishidin, demokratik dünyanın Jungo'nu qorishawga elishidin qandaq vazgeçtireleydi?